Hosting savdo markazida texnika dunyosining yangi bosqichi. O'tgan safargi videolarimizda sizlarga elektr bilan yuradigan mini pakruchchilarni taqdim etgan edik. Bu safar esa ikki xil model, ikki xil imkoniyat. Dizelning mini pakruchchilar. Ushbu ko'rib turgan mini pakruchchigimiz og'irlik ko'tarishi 1 tonnagacha bo'lgan yuklaringizni bemalol yuqoriga ko'tarib beradi. Atigi 3 litr yoqilg'i bilan 1 soat davomida tinimsiz ishingizni qilib beradi. Ushbu mini pakruchchigimiz dvigateli 58 ta ot kuchiga ega bo'lib, har bir detal aniqlik, har bir harakatda qudrat mujassam. Ushbu mini pakruchchigimiz 25 ta ot kuchi bilan atigi 2 litr yoqilg'i sarflab 1 soat davomida 600 kilodan 700 kilogacha bo'lgan yukingizni yuqoriga ko'tarib beradi. Zamonaviy dizayn, ixcham o'lcham va maksimal samaradorlik bilan tor joylarda ham hech qanday muammo tug'dirmaydi. Professional darajadagi qulaylik, aniq boshqaruv va chidamlilik hammasi bir joyda. Buni kim oladi? Chorvasi bor, qurilishi bor yoki shilaka bo'lib sexi bor akalarimiz oladi. Buyurtma berish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring yoki pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Hosting savdo markazi texnikalar olami.